Avtomobil o'g'risi. U odatda eng kutilmagan paytda harakatga o'tadi. Shuning uchun har doim hushyor bo'lish zarur. Avtomashinani qulflash va signalizatsiyadan foydalanish o'g'rilikka qarshi eng asosiy himoyadir. Yon atrofingizga e'tiborli bo'ling. Shubhali shaxs yoki harakatni ko'rdingizmi, unga befarq qolmang. Har doim hushyor bo'ling. E'tibor va oddiy qulf avtomobilingizning eng ishonchli himoyasi ekanligini unutmang.